Sabahdaşlar yaxşı tutdinglarmi? Bugun bizning o'tadigan darsimiz o'tmish yashash degan nima degan. Hamda shu nurg'un go'zal, almoqqa go'zal gaplar ko'p bo'ladi. Go'zal gaplarning haqiqiy ma'nosini tushunmaganda u bir funinglang hisoblanadi. U bir passpinnerga hisoblanadi. Bu qatim biz yangi dars olgan tartish kuch qonuniyatining maxfiyati degan darsda men bu funinglang, joninglang to'g'risida so'zlab o'ta ketdim. Nima bu funinglang, joninglang degan asli qanday narsa? Bu narsalarning haqiqiy mohiyatini bilmasanglar, sizlar joninglang chiqaryapman deysizlar, amaliyotda funinglang taqtayotgan bo'lsizlar. Şuna şu tartış kuchi qonuniyatning maxfiyati degan darsni ko'rib bo'lgandan keyin ma darsni texnik tushunasizlar yoki ma darsni bugun so'zlayotganini bilib bo'lgandan keyin dars texmo tushunish qildi bir-birini quvvatlab oldi. Hamda nihoyatda go'zal gaplar bor. Masalan, ko'ngillik bo'lish, adablik, minnatdorlik tuyg'usi bo'lish, yana axloqli bo'lish. Bu narsalarning boshqalarga yordam berish, bu narsalarning mohiyatini boshqalarga xushallik bag'ishlash masalan. O'tganda bir aqır tushuntirib o'ta ketdim men bu darsni, xushallik bag'ishlash. Bu vaqtda bu odam emsili bu yerga kelganda balangni mundaq o'timan o'yinchoq bo'lsa ishlasang bo'ldi. Bir o'timan o'yinchoq, o'xshash o'yinchoqdan masalan oldiga 10-20 ming tizib etsanglar, texim aniq ifodalandi-da bu. O'tmishidimi ma'lum bir ish yuz berdi, o xohlamaydigan ish yuz berdi yoki xohlaydigan ish yuz bermadi. Başkası o'xshamaydi. Bir bo'lsa xohlamaydigan ish yuz berdi, bir bo'lsa xohlaydigan ish yuz bermadi. Ishkilisida bu buni baxtsizlik deb qaraydi. Demak, uningga atalmish baxtsizlik yuz berganda u o'zining kimligini bekitib, men baxtsiz deydi. Mana bu yerda mana yo'ldoshlar, suymas vaqtdoshlar, men baxtsiz deb shu yuz bergan ish orqali o'ziga retorik xitob qilmasimi? Men bir baxtsiz odam ekanman degan o'yga kelganda yushrinanda ishindida shunga. Bu vaqtda nima ish bo'ldi desa, bu vaqtda bu menlarning hammasi baxtsizman. Sizlar yashab mansizlar. Tok yashab mansizlar. Ammo sizlar yashagan menning hammasi 20 yil burunqi menning fuji deganlar ko'paytirilgan nusxasi bo'lg'achqa 20 yil burunqi men yuz bergan ishga ko'rinishda o'xshamagan bilan, masalan 20 yil burunqi menni vas o'qiyotgan bo'lsa, 20 yildan keyingi menni moto o'qiydi yoki boshqa bir vasitadagi o'qiyotgan amaliyot xarakteri o'xshash demakchi. Mana bu o'tmish yashash deb ataldi suymas vaqtdoshlar. Şuna nurg'un odam amaliyotda o'tmishdagi menni yashaverdi. Bu darsni sizlar haqiqiy tushungan vaqtinglarda, buni to'liq tushungan vaqtinglarda aningdan keyin sizning hayotingda o'zgarish bo'ldi. Bo'lmasa o'xshashlar bu matrixdan chiqarmasa, uning taqdirida hargiz o'zgarish bo'lmaydi. Bo'ldi, men o'zim avatib qo'ydim mana. Demak, ma'risimda birinchisi darhol yuz bergan ish orqali men shundoq bir odam kimman dedi, bir baxtsizlik yuz berdi, atalmish. Shundan u o'zini baxtsiz odam dedi. Shu vaqtda bu hamda kvant dunyosida nurg'un matrixlarni yasaydi. Matrix deganimiz onaday
yani nurg'un manni yasaydi-da, yani tak yasab etdi-da. Endi bu manlarning hammasi baxtsiz man. Hamda xuddi men tunganki Eli Qurbonni yashab bo'lib, hozirgi ma dars tatgan Eli Qurbonni yashagandek, sillimu hamda a chemberdagi atrofdagi yuz bergan ishlar bu menni yashab a menga o'tsalar, endi u menmo mush men bilan hech qanday farqi yo'q. O'xshash baxtsiz man. Bu baxtsiz man hamda shakl o'xshamaydigan, odam o'xshamaydigan, yer o'xshamaydigan, yoki vaqt o'xshamaydigan, ammo xarakteri o'xshash baxtsizlikni o'xshash atrofida paydo qiladi. Ondan u mendan keyin ats a menga o'tishlar, ondan a menga o'tishlar, a menga, uning hammasining xarakteri o'xshash. U bir fuji qilgandek narsa. U bir fuji qilgandek narsa. Demak, o 20 yil burunqi men 20 yillik menni paydo qilib etdi. Sizlar har bir menni 5 yildan kechirsizlar. Har bir men baxtsiz men o'xshash bir matriks. Shu bu taqdirni hargiz o'zgartirib olmaydi. Taki yangi menni paydo qilmoqchi. Yangi menni. Shunga bu o'tmish yashash degan nima desa, dal o'tmishdagi o shu men o'tmishga yuz bergan shu ish orqali o'zining xarakterini bekitib, baxtsiz men deb bekitib, shalaq qilib nurg'un menni fuji qilib etdi. Bir quvonch darajasi nurg'un iz chiqarib etdi. Nuqtada o'tdi emasmi? Tushukda o'tib, sonsizlagan menni paydo qildi. Albatta bugungi darsim bir qadar murakkablik chiqib qoldi. Ammo men allburun eng tushunchlik oddiy so'zlab berdim. Ma'noning ozroq psixik bilimlar ketkashga, tasavvur ketkashga qayta anglanglar, suyimli saboqdoshlar. Qolganini u darsxonamizdagi maxfiyatlik birlashtirib etsanglar, ma'ni quvonib deganni endi men darsxonda o'qigandikan deb tafsili tushundirmadim. Ashunda birlashtirib olsanglar, hayotinglarda boshqa bir o'zgarish paydo qildi. Bo'ladi. Hammalarga good night demsa. Ba'zi odamlar shunday chiqarib qo'ysa, nurg'un odam uningdan elish mumkin. Bu yerdagi sabab nima desa, bayatni degandek, birisi o'zi rost shundosh maslat, shu odamlik foyda, u foyda qilish qilmasligini biz bilmaymiz, ammo o'sha odam rost ishindi. Bu odam shu maslatni qanday satsa eliverdi haq. Chunki o'z ishonganlik uchun bu maslat yaxshi degan vaqtda jingning paydo bo'ldi. Hem yana birisi var, o tas işinip kelmey, gumanlandı, hatta özüm işitip bakmagan. Bunun da eğer guman var, işenmeydi o. Hem de bu fakat şu meslatını hem de setişini oylaydı. Setip pul tepişini oylaydı. Neticede gang bunun çemberki bek güzel olup kesimi hiç kimse olmaydı bunun. Maşallah. Çünkü o funulayan buldu. Mesela şu bizden apımızda emetlik ayollar mesela 50'den aşkan 40'dan ahırı verip 50 etrafındaki ayolның hammasi qarsanlab pung yo'chanlari guldan tushab ketgan chu. Qish gulni ko'rib, hayajonlanib, gulni rasmga tortdi. Gullar pishdi bu yoshliklar. Hayron qolsiz abi. Har qanday shu juma gullarni gul deb yuradi. Neymiş desa, o'g'lining gul ko'z qarashi bilan silning gul qat yo'qmaydi. Sizlar gul qarasiz, gul qaramaysiz sizlar. Sizlar faqat kallangdagi bir narsaga qarab haqiqiy gulni ko'rolmaysizlar. Sizlar kallangda shovqinchiq, nurg'un chechilishchiq, nurg'un erishmoqchi bo'lgan narsalar va yo'qtishdan ansiraygan narsalar va voy nurg'un narsalar bor. Şuna sizler gulga haqiqiy qarasanglarmi,
%1 hüceyranglar qaraydı, %99'i bu gülge qarmaydı. Şuna gülün güzellikini bilmez. Eğer sizler hem daha çoğunlar çoğutsa, ular degan nurg'o'shlarni beshdan kechirib, nurg'o'nishlarning muhim emasligini bilib, shu ular. Aslida menda xushal yashasam eng muhimken, boshqa hech muhim emasken deb, ma yosh bolalar yoki uningdan tuvan bolalar bu charchaygan nurg'o'shlarni beshda o'tkazib bo'lg'achqa, ularning %100 hujayrasi gulni ko'ramiz-mi? Yüzde az degende 50-60 hücresi gülünü köygəşkə acayip xoş oldu. Bula o atalmış aldıraş adamla qaraganda xeli xozaydan şaqla alaydı. Muhabbet. Bu gepning salmıqı ne kadar güçlük. Muhabbet. Bu gepning salmıqı degen çünkü muşu muhabbet degen gapni egizdan chiqarganda bütün his tuyg'ular aşınanga sınık ketadi. Şu an ba'zi gaplarni ba'zidan anglasanglar yaxshi gap qilsam-u, aksi biyaram bo'lishning sababi shu. Ba'zi odamlardan shundoq bir oddiy gapni anglasanglarmi, qalbingni hayajonga to'lab ketishining sababi shu. Bu yerdagi masala yaxshi gapda emas, yaxshi gapni deguvchi bu yaxshi gapni nimaga dedi? U aşı yaxshi gapni his qilib da'vatamdi, yoki bo'lmasa o'zining manfaati uchun xizmat qildirish uchun da'vatamdi. Buni anglovchi tabiiylar bilinmaydi, his qila oladi. Odam bilinmagan bilan his qila oladi. His tuyg'u uningga bo'ldi buning gapiga ishonma, jiroq ket deb biyaram tuyg'u paydo qildi, jiroqlaydi. Yoki issiq tuyg'u paydo qildi, yaqinlaydi. Fizika hukmida biz bundaq qaramaymiz saboqdoshlar. Amaliyotda tungan top o'ynayotgan Eli Qurbon shu texicha top o'ynatdi. Ma'lum sal tasavvur ketadi, ammo tasavvur ba'zi narsalar tasavvur ketadi. U top o'ynatdi shu. Agar men Einsteinning nazariyasi bo'yicha hozirgi Eli Qurbon yugurib nur tezligidan masalan nur tezligidan eshib ketsam yugurib misol men nur tezligidan eshib ketsam tungan top o'ynayotgan Eli Qurbonga qaytamanda o'sha Eli Qurbonni beshimdan kechirma. Demek o Eli Qurbon aşağıda baqi qoldi. Eli Qurbon o Eli Qurbon emas. Ama shiklis tang ba. Biz buni o tartishuvchi nazariyasining mahbiti deganda kvant zarrachilarini so'zlaganda so'zlab berdim. Endi bu kvant zarrachilari dunyoning eng ibtidoiy urug'i. Bütün dünyodagi hamma narsalar kvant zarrachasini so'zlagan. Hem bu kvant zarrachasining qiziqarligi bu bir tüşükten ölse bunun necha yüz izi qoladi-chu qarshi tarafda. Aslida bir tüşükten bir tal bir narsalar qarshi tomda bir tal iz paydo bo'lishi kerak, ammo bu kvant zarrachasi bir tüşükte ölse necha dona iz paydo qiladi. Bu deganlik bir kvant zarrachasi o'xshash vaqtda nurg'u yerda mavjud bo'lib turadi. Biz o'xshamagan kvant zarrachasini beshimizdan o'tkazganda bizning jiyimiz, ya'ni aslamalarimiz buni bir-birisiga ulib etganlik uchun vaqt deydigan bir narsa paydo bo'ldi. Menimcha murakkab so'zlab o'tdimmi? Buni men kvantni keyin so'zlayman, darsxonda so'zlagan shunga deb qo'ydim. Shunga men amaliyotda tungan top o'ynayotgan Eli Qurbonni beshimda o'tkazdim. Mana degan minda mengib hozirgi o telefonda dars etayotgan Eli Qurbonni beshimdan kechiryapman. Endi buning bizning bugungi Xo'jay Go'ch bilan nima munosabati bor deganda, nurg'un odamlar, ba'zi odamlar mushu o'tmishdagi ma'lum bir ish tufayli
mening bir odamni yaxshi odam bo'l deganim bilan yan bir odamni yaxshi odam bo'l degani qat'iy o'xshamaydi. O'xshash gap bilan ishlatilgan bilan buning oqidiki shu gap tushayotgan energiya qat'iy o'xshamaydi. Qarish tarafmi anglaganda bu gapni anglamaydi, shu gap tushayotgan energiyani anglaydi. Bu energiya nimaga bog'liq desa, shuni deguchi yaxshi odam bo'l deganning oqidagi maqsadi bo'ldi-ku. Nemishqa dedi. Bir turkum odam yaxshi odam bo'l deyish orqali, men yaxshi odamman, men hozir yaxshi odam bo'lib, senga nasihat qilyapman. Axloqliq bo'l. Axloqli bo'lmasang qat'iy olmaydi deyish orqali, men axloqliqchima. Men bo'lmasang baka axloqliq bo'ldim dem. Samimiy bo'lish kerak. Samimiy bo'lish kerak degani, men shuni tashviq qilayotgandiki, men o'zim samimiy odam deganni ma'ni bildirmoqchi chiqardim. Shu uning gaplari kupukdek, bir tumandek, bir tutundek, hech qanday qarshi tarafga ta'sir qilmaydi. Qarshi taraf tabiiyla ma o'zini kim o'yladi deb yetkazmoqchi bo'lgan, gap orqali yetkazmoqchi bo'lgan energiyani his qilib qoldi qarshi taraf. Aks uni o'chula ketdi. Yaxshi gap qilsam o'chula ketadi. Chunki yaxshi gap qilgan bilan yaxshi gapni oqida bu yaxshi gapni deyish muttasidan shakllangan energiya bor. Shunga suyimli saboqdoshlar, sizlar ba'zi jinningliq gapni qilganingiz bilan amaliyot yetkazganingizda funinglar. Buni hargiz unutqanman. Amal bor, unda tap-taplik yaxshi gaplarni his qilmay turib deyish bo'lmaydi. Nurg'un odamlarning masalan, bir odam masalan o'tmishda ma'lum bir o'zi o'ylab qolgan bir o'zining kallasida bir baxtsizlik uchradi. Ya xato erga to'y qildi, yoki uning bir kelishmaslik keldi, yoki biz balliq vaqtida kishilar zanglik qildi, yoki biz bir o'qituvchisi qattiq tanqidlab etdi. Degandek ashundoq bir alayda bir ish bo'ludi-ku bir odamga o'tmishda. Hamda biz o'zimizning kim ekanimizni mazkur shu yuz bergan ishga asosan bekitamiz. Masalan, bir odamga qayash kelishmaslik kelmaydi. Ammo shu odam hamda o'zi xohlamagan bir ish yuz bersa, buni kelishmaslik deb qaraydi-ku. Biz buni yeyishib chiqamiz bu kuni. Shu vaqt andan sizlar dunyoda kelishmaslikning yo'qligini bilasizlar. Bu faqat odamlarning yuz bergan ishga bo'lgan yuz bergan ta'birichu. Ammo u shu vaqtda buni kelishmaslik deb qaragandiki, hozircha biz kelishmaslik yoki baxtsizlik dedik. Yuz bergandikan, xuddi bir odam bir kunda qayash do'miylik qilib kelishmaslik uchun menimda do'me ekanman deb qo'ydi-ku. Demak, yuz bergan ish aning kimligini bekitgandek. Shu bundaq gaplarnimi haqiqiy his qilib boqqan odamlar. Haqiqiy his qilgan odam desa, u vashi tipida u jinningliq uchun. O'zining da'vatgan gapining oqidiki, o'zining da'vatgan masalan minnatdorlik tuyg'usi degan gapining oqidiki his tuyg'uni his qilib turib degashga gapni gap bir xil energiya bilan qoplanib ketadi. U bir odamning qulqiga tushgandimi degichining energiyasini billa elib anglag'uchining qalbiga tushalaydi. Gap degan bir tushug'uchi. Aslicha gap bir tushug'uchi. Masalan, men birisiga yaxshi odam bo'l deganman, yaxshi odam bo'l deb qo'ygan bo'lsam, bu yaxshi odam bo'l degan mushning oqida men nemishqa yaxshi odam bo'l deyman degan mening bir narsam bo'ldi-ku, mening bir tushuncham. Masalan, ba'zi bir do'stlarni bilasizlar qandoqligini. Endi u jinninliq gap qilsa, bir xil kulib ketgandek, qarshi taraf uni bilmagan taqdirdimi,
his qila oladigan ma'ni qayla deb manda his qila oladi. Shuna bizmi shu hozir yashash, o'tmish yashash degan bundaq bu degan bek kuchli gaplar bu-chu. Hozir yashash degan u undaq odamlarning aldirab böyle quldan keldigan bir ish emas. U balkim hayotinglarda ya bir ya ikki qatimli tuyuladigan bir xil tuyg'u hozir yashash degan. Hozir yashashda sizlar butun minganglardagi butun hujayranlardagi diqqatinglar bir narsa uchib qoladi. Masalan, gul. Sizlar gulni ko'rmaysizlar-ku, jaqadamda gul qarab gulni ko'rdim deb o'ylab oldim. Shuna ularga o'xshash bir gul ajoyib bir go'zal ko'rinib, ular uni ifodalab berolmay, qish pongocha chiqirdi. Biz hamda bu nima qilgan gulni chiqadigan deysiz. Agar sizlar 100% hujayran gulni ko'ra qolsa, gulga diqqat qilsa, siz vaqtashlar. O chaq nima bo'ldi bilamsizlar? O chaq sizlar gulga qaramaysizlar, gul sizlarga qaraydi. Bu gapni yozib qo'yinglar. Dab-dablik gapdan birini qilib soldim hamda. Ammo men his tuyg'umni dedim, bu gap sizlarga ta'sir qildi. O chaqda sizlar gulga qaramaysizlar, gul sizlarga qaraydi. Shuna bilgan bizmi shu Xo'ze Gochi, Xo'ze danshatib tursin, o hozir yashash deb tursin. O'tmish yashash to'g'risida paranglashamiz. Hamda mushada biz bir fizik to'g'riliq paranglashaylik, so'nggi vaqtdashlar. Nurg'un odamlar mundaq o'ylaydi. Masalan, tuniga men top o'ynadim. Hozir mana men dars so'zlayapman. Odamlar vaqtni Aristotelning shu tuzsizliq vaqt nazariyasi bu tushungashga vaqtni tuzsizlik deb qaraydi, tuzsizlik deb qaraydi. Bu deganlik nima bo'lsa, sizning tilingizda so'zlab bersam, tunigan top o'ynayotdi Eli Qurban. Hozir menda dars o'tadi Eli Qurban. Tuzsizlik vaqt nazariyasi bo'yicha bizga qanday ko'rindi bo'lsa, tunigan top o'ynayotgan Eli Qurban top o'ynab bir ishni qilib uxlab ondan hozir mayada dars so'zlatadi deb o'ylaydi. Bunday bo'lgan vaqtda tunigan top o'ynayotgan Eli Qurbonni hozirgi darsda otgan Eli Qurban shu hozirgi dars so'zlatgan Eli Qurbonni tunigan top o'ynayotgan Eli Qurbonning davomi deb bunday o'ylaydi. Bu güzel gaplarning ko'pinchisining mohiyatini tushunmaysanglar, bu hammasi funinglarni paydo qildi. Funinglarni paydo qildi. Shuna biz ba'zida o'zimiz tutmaydigan yot odamlardan qaraganda, o'zimiz yaxshi ko'radigan do'stlarimizning yanida tursak, u do'stlarimiz bilan nim deyimiz kelsa shuni deyishib, hatto normal ahvol ostida masalan chaqchaqlashib, qilin gaplarni masalan bir-biri bilan do'stlara chaqchaqlashib deyishganda odamda nihoyatda zo'r bir rohat paydo qilishning sababimi shu. Ba'zi odamlar bor, biz ular bilan shundoq bir xil prinsipchan bir-birimizga hurmat asosida muomala qilamiz, ammo biz bu odamlarning yanında jiq turishni yaxshi ko'rmaymiz. Nima ish qilsa, bizda ig'irda u odamlar bir besim paydo qiladi. U odam yaxshi, bizmi yaxshi. Biroq qalbimiz tutashmag'achqa shikilimiz bir-birimizga ziyoda hurmat va takalluf qilishqashqa bizda bu bir funonlar paydo qilib, biz bu odamlardan jiroqlab ketamiz. Biz buni Johariy darisining qarig'manda so'zlaganman. Chunki haqiqiy do'stlik o'tirsida ehtiyot bo'lmaydi deganman. Ehtiyot bo'lgankan, u haqiqiy do'stlik bo'lmaydi.
Shunga o'xshash, shu go'zal dab-dabli gaplar jiq, men pangovchar jiq ko'ryapman. Ular o'zi bu gaplarni men jingning bilan taqtyapman deydi. Amniyat bu bir xil proksiya bo'lib, kelar saat so'zlaymiz buni. Qarish va aqish deganda so'zlaymiz. O'zidan qarishni yo'q qilish uchun oqishni pangovcharga chiqarish, mana bu nima desa, amaliyotda tip yildiz qanday proksiya bo'lib, bu xil proksiya amaliyotda o'ziga va boshqalarga fonolyan taqtidi. Chunki shu gapni degan odamning o'zi fonolyandan qechib, fonolyandan qo'rqib, jinglingliq gapni ishlatadi. Jinglingliq gap amaliyotda fonolyanning asosli qilgan gap. Shunga ba'zi shu gaplarning tektidan mohiyatini tushunmasanglar, bu gaplar fonolyan ilib keldi söyleyeyim savoqdaşlar. Şunu bugün biz muş sebepten o'tmish yashash degan nima, hozir yashash degan nima, hozir yashashni bekchiq odamlar da'vat bu xato emas, gap xato emas, gap chataq yo'q. Ammo buni gapni deyishdan burun shu hozirda yashagan, his tuyg'un, his qilgan odam anda bu gapni desa, bu jinglingliq bo'ldi. O his tuyg'uni his qilmay turib, hozay dangsha deyvasa bu fonolyan oldu. Şunu tamsile. Mesela attıysa, mesela bazılar ünlüler soğudur bolsa mümkün. İki ünlüler soğudur var bu yerde mesela, misal. Birisi özünün şu setvatqan məsuliyyətiga haqiqi işini doğucu. İtiqat qıla alaydı özünün məsuliyyətiga. Yani aşını ağan adam bunundan faydalıdır deb özü rast işindir bunun üçün. Yalğan emas, rast işindir. Bunun məsuliyyətini çemberek bizeş deydiğen bir gipon varken hazır. Çemberek bizeş ilmi deydiğen bir ilim çıkıptı hazır. Ameliyatda bu bir ahmaqanlıq. Siz çemberkinizde en favqulodda o'rnidek bize verseniz bu güzel bize verseniz bu bir adamı bir ammaydı sizden. Amas mümkün